Assalomu alaykum. Mana azizlar, Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on Cho'loq bozorining yonida turibmiz. O'xta akamizni fermalarini ko'rsatmoqchi bo'lgan bugungi video syomkamiz. 15 ta shu birinchi tug'ish bo'g'ozlar bor ekan. Shularni qisqacha sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana avvalimiz mana birinchi tug'ish bor ekan. Cho'nib bostirib mana ham birinchi tug'ish mana 7 oylik Norvegiya aka. Bular mana shu 7 oylik. Mana bular 8 oylik bo'lib qo'ygan kattalar. Cho'nib bostirib haqiqiy shoxli birinchi tug'ish mollar. Hamma yo'g'i mana so'skalarigacha. Mana bu to'qol variantidan birinchi tug'ish hammasi. Mana ham ikkinchi tug'ish molimiz ekan. Bitta shu ikkinchi tug'ish ekan. Qolgan hammasi birinchi tug'ish ekan. Mollar firmamizda kichkina ko'rinyapti. Endi mollar yaxshi, misol uchun kelib, ko'rib, hamma o'g'ini kelishib olinaveradi. Hammasi 7 oylik, 8 oylik mana shunaqa bir atrofida tug'iydigan mollarimiz. Hamma o'g'ini kelib, ko'rib, savdo qilib olaverasizlar mana. Ularning narxlariga keladigan bo'lsak, boshidan mollarimizni nazarda tutib 17 milliondan 30 milliongacha mollarimiz bor ekan bitta. Kelib gavdasini kelib boshqalar mollarni ko'rib savdosini qilib o'zlari olaveradi. 17 milliondan 30 milliongacha ekan. Narx aytish narx kamaytirib beradi. Mana hammasi birinchi tug'ish. Bitta ikkinchi tug'ish bor ekan, hammasi birinchi tug'ish ekan. Mollar qiziqqanlar bo'lsa telefon qilinaveradi. 17 milliondan 30 milliongacha. Mana shu ikkala molimiz 17 million qilib beramiz. Mana bu yoqda mana 3 ta bo'g'ozimiz bor ekan. Mana oqbosh birinchi tug'ish ekan bu. Mana simental. Mana bular 8 oylik bo'lib qolgan. Narxi esa 17 milliondan 30 milliongacha narxi kamaytirib kelishib berilaveradi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaveradi.